uxlab ham turdim. Oh bola. No, hammaga yaxshi bola. Bugun sizlar bilan o'sha Said Gamer o'rtoqlar tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Bo'lyaptimi ishlaringam? Hammaga chiki bom chiqishimi, короче. Qaranglar, akkamalda ko'rasizlarmi? Voh. Ko'rasizlarmi o'rtoqlarni qani otasizlarmi sizlar? Muzlaykan o'rtoqlar. Nima bo'ldi? Firmami kim urib qo'ydi? Firmam chiroyli qo'yibdi ekan. Mana nima bo'pti mana endi. Bet bilganimiz yo'q biz. Bet adashmasam, menimcha bet qanaqa joy? Qani? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu yer qanaqa joy? Bu yer do'kon bo'ladi endi. Do'kon bo'ladi endi. Demak bet hali ishlagan yo'qmi? Ha, ishlagani yo'q. Xo'jayin gaplashmay keling bilan. Xo'p, qoch. Nima brat? Baq do'kon bo'ladi deysizmi? Qanday do'kon bo'ladi? Mebel do'kon bo'ladi. Mebel? Ha. Hali narsalar olib kelinmagan ekan, olib kelinmaganda, ochilmaganda deyildi-yu. Xo'p, brat bo'ldi. Mencha buni ovozini qaranglar, do'ngillashini qaranglar, o'rtoqlar menga. Boyvachchaga. Ishga chiqmaymi, mana qaranglar. O'sib ketibdi lekin. Bitta o'smabdi. Chiqmayman yana. Emsin hech. Yotaman uyda kompyuter o'ynab, mazza qilib. Stop do'kondan narsa olib kelib olaylik. Yeb yotaman. Narsa ko'ramiz. Men pulim qani? Telefonim. Pulim tashqarida menimcha. Ana. Pulim qani? Meni pullarim qayda qoldi o'rtoqlar? Mayda qiluvdim-ku bilsalaring. Desam mayu. Pulim yo'q ekan. Mayli endi. Yo'q, kompyuterda yo'q elichi, qani nima gap ekan? Kompyuterim zerigan. O'chirib qo'yaveraman. Pastga tushamiz endi. Mermi? Assalomu. Alaykum assalom. Nechtaman gapiravering? Ishga chiqmadingmi bugun? Nima chiqmaysan? Ayo, endi chiqaman. Siz qayerdan bildingiz? Xabar kelib turadi-yu menga shiytonlardan. Endi chiqaman, hozir endi turdim. Bo'ldi tezlash, chiqqan. Bo'pti. Ne o'rtoqlar? Men qayerdan bildi bu? Men ishga chiqmaganimni. Stop, telefonimni olishim kerak. Tag'in dadam qo'polsa ko'tara olmasam. O'ldim-da o'rtoqlar, shuning olore. Shu ishga chiqqim kelmayapti umuman-chi. Mayli. Hammasini yengitdan ekib chiqamiz. Chiq balla. Bu tomonga sabzini ekamiz ekan. Nimagaki men aytishdiki, menga ko'proq sabzini ko'paytirib olaylik sal deyishdi. Shuning uchun mana sabzini boshlab oldik. Bu tomonda esa o'sha doimdek bug'doy ko'ramiz. O'zi bug'doymi bu nima? Bilganlar kommentariyaga yozib borsin. U mana ko'k. Atayam qurib tufu nima ko'k deyapmanmi? To'q. Birim bug'ni yeb sanda bermayman men. Bo'ladi. Berib qo'yaylik o'tko'rlar. Mana balla. Fermam chotki balla. Endi sekin. Qaydan o'tyapman? Merdonlik joyimdan o'tdi. Assalomu alaykum, brat. Alaykum assalom.
Sananikinmi? Alaykum assalom. Keldingmi? Ha, keldim. Ana bug'doy evatim ko'rib filmimga qaradim. 9 ta sabzi chiqdi. 9 ta sabzini ekib qo'ydim. Jinni joy qoluvdi. Bug'doyni urug' ekib yubordim. Ha, bo'pti, yaxshi qilibsan. Bo'ldi, sandiqqa solib qo'yaver. Bo'pti. Nima ishga? Kasalga emas, sandiqda qarachi, sabzi bormikan? Ha, sabzi bor ekan, nimaga edi? Shuni olib ekib qo'y, yarmiga. Nima tinchlikmi? Ekib qo'ygandan keyin qilib qo'y, bo'ldi. Bo'pti. Keyin menga oyligim berasizmi? Ha, olur. Nechta? 4 ta. Xo'p. Bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, yo'qoltirdilar. Ana ularni olib kelib ber. Qaysilardi? Urug'larda chiqqanida. Xo'p, olib kelib beraman. Va bugungi oyligimni ham oldim 4 tani. Endi bu oylikka nima qilamiz sizlaring? Men do'konga borib narsa olib kelamiz. Yo, yig'ilingmi? Bunimi? Urug'. Sabzi. Urug'. Ha, bular sabzi ekan. Uchta urug' olib qoldi. Bo'ldi endi. 2 ta sabzi olamiz. Mayli. Keyingi reysda butunlay bitadi menimcha. Ana mera nima deyapti? Magrat paygob bo'lyapti o'rtoqlar. Sanakinmi? Ana 2 ta sabzi bo'sh joy qoldida, 2 ta joyga urug' ekib qo'ydim. Bo'ldi shu bilan. Ha, bo'pti, qo'yib qo'y. Ha. Bunga qo'shimcha pul berasizmi? Qaysinga? Sabzi ekdimi o'shanga? Bitta avvalo bo'pti, shunga ham pul olasan, ha? Endi nima? Siz o'zimga oylik kam beryapsiz. Yetmayapti-da menga. Sen nima qilyapsan o'zi shuncha pulni? Sizga nima qizig'i bor? Men hamma chutni dadamga beraman, sizga emas, xo'pmi? Xo'p, yo'qola. Politsiya. Mana uyim. O'zim nima ishlayapman bilmayman. Nima ishlashim mumkin? Tupoy puling kamu deyishlar mumkin. Lekin men pulim kam bo'lsa ham ishga chiqmayganman deb bo'ldi. Bitta mening daxrena pulim turibdi-yu. Qani ekan? Mana. Avvalda hali pulim bor mening. O'shalar yetadi menga. Yana nima gap? Mana shuncha pulim bor o'rtoqlar. O'lchan ikisidak. Chek bo'ldi. Postiyadi. Yopib kaltini olamiz. Va hozir do'konga ketamiz. Nima pulim solyapmanmi? Kalit solib. Bo'ldi. Ishlatib tursin. Bo'ldi. Hoppa. Kecham bo'pti o'zi. Mayli. Do'konga borib kelib. Do'kon qaysi tarafda edi? Bag'dami? Menimcha bag'da o'rtoqlar. O'zim qishlog'imni ham bilmasam endi. O'rtoqlar, men bu qishloqda zerikib ketyapman o'ta. Nimagaki shaharda qancha mast deb aytdilar. Maza qilib shaharda o'rtoqlarim bor edi. Yurardi. Assalomu men narsa olgan keldim. Olur. Steylanich pul 500 murod. Haydi uncha qimmat. Mana pishiriqchalar-chanu. Nima deydi? Keksga o'xshagan narsachalar. Ular 200 muroddan. Yo'q, 400 murod. Oh. Nima? Olmachi 100 murod. Bo'ldi, bitta olma olyapti. Buni qanday ochamiz? Chekkasini bosing. Bo'ldi mana. Bitta olma oldim. Keyin bu keks nechta murod edi? 2 ta deyapman-ku.
bo'ldi. Ikkitani bo'ldi. Necha bo'ldi mendan? 500 minut. Bo'ldi, mana qayerga qo'ying? Sandiqqa qo'ying. Mana ungami? Ha. Mana qo'ydim. Bo'pti. Hop, ana o'rtoqlar, narsani ham oldik. Endi uyga kirib mazza qilib kompyuterda ko'rib o'tamiz. Mashlarni yeb. Kecham tushibdi bir pasda. Sal tekisda ham shuklanmadimi? Mayli. Hayot shunaqa, nima deysizlar? O'la. Magrat bag bo'lyapti o'rtoqlar. Bo'lani. Hop, kompyuterda qo'yaylik. Ko'rib o'tiramiz endi o'rtoqlar. Jinda o'ynab olib videoni yoqaman. Ot. Chortmisan, nima o'ynalmading-ku, bot? O'ynash kerak, otish kerak edi, oldingda edi. Voy, senda mana o'lib ketdik hammamiz. Men 41 minus oldim, mol senida. Yo'qola, sen bilan o'ynaman bo'lmadi. Soatam. Oho, alma halam bo'pti. Kompyuter o'chiraylik. Bo'ldi. Mana ularni metga qo'yib qo'yamiz. Endi men jinda yotaman. Uxlab turdim. O'rtoqlar, hammaga assalom bo'ldi. Endi doimdek ertalabki 100 kunlardi yo'q, to'g'ri 100 kun emas, bitta basiyamga tashlaymiz o'rtoqlar. Ketdi. Hop. Вообще ekan, muzlab ketibdi shu. Suv. No, ishga chiqmasam yana men telefon qilib, nima qilding, nima chiqmading deydi. Shuning uchun ishga chiqish kerak tezroq. Hoppa, mana. Hoppa. Mana sabzli o'sibdi-yu. Endi hammasi to'ladi endi. Sabziga boy bo'ldi bizning qishloq ham. Tomonga полностью sabzi ekamiz. Tilim zanjir tashlavyapti yo'lda. Hoppa. Bitta suvga tushib ketibdi. Bo'lana. Bo'ldi o'rtoqlar. Bo'ldi, endi merdoliga borib kelamiz. 14 ta sabzi chiqdi. Bu yangilik o'rtoqlar, yangilik. Hozir berdim, merdi bir xursand qilib 14 ta sabzi chiqdi. Ömer, sakam, Ömer. Ko'shkam kimma? Kar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Valle ana ishtima qilib, ana 14 ta sabzi chiqdi. Men janoblari uzun tiket. Hoy, nima qilibsiz? Ana 14 ta sabzi chiqdi folizimdan. Shu mana ortiqcha 14 ta tema. Pulni to'ldi bitta qator. Yaxshi-da bo'pti. Qo'yib qo'yo. Mayli mana. Ana endi oyligim olsam bo'ladimi? Ol. 5 ta ol. Bo'pti, ol, yaxshi ishlayapsan. Ertalab vaqtli chiqibsan bugun. Bugun baxtli kunim-da mening janoblari. Bo'pti. Hop. Endi o'rtoqlar, men kecha kechqurun bilan o'ylab chiqdim. Men shaharga ketmoqchiman. Rostdan ketaman. Bugun dadamga telefon qilaman. Dada, meni olib keting deyman. Qani mana ketmonim qolib ketibdi o'zimda. Qo'yamiz. Hoppa, nima bo'ldi?
hozir dadamga telefon qilib dada olib keting deyman. Agar jo'ra bermasalar bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Ana dada yaxshimisiz? Siz turib oldingizmi yaxshilab? Ha, turib oldim. Nima deysan? Nima gaping bor? Ayo, o'zi mana dada, ha, gapi. Ana men ham shaharga ketmoqchi edim-da, olib keting meni ham. Nima qilasan sen shaharda? O'zi qishlog'ing yaxshi o'shanda yuribsan-ku. Endi bu yerda zerikdim-da. Olib keting. Yo'q, olib ketmayman. Ishlayapsanmi? O'zicha o'sha fermerlikda. Ha, ishlayapman. Siz qayerdan bildingiz buni? Mer aytdi. Biz merda nomeringiz bormi? Ha. Bo'pti-da dada. Olib ketganingiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, olib ketmayman. Ha, bo'pti. O'rtoqlar, olib ketmas ekanlar-ku. Va men ketmoqchi edim shaharga. Bana men vobshem zerikib ketaman-da. O'rtoqlarim ham yo'q meni. O'rtog'im bo'lsa ekan, mazza qilib o'ynasan. Vobshe zerikib ketdim men bu qishloqda. Aylanib. Stop o'rtoqlar. Mana ishdan boshqa ishga o'tsak bo'lmaydi. Masalan, o'zimiz biznes boshlasak bo'lmaydimi? Mabodo masalan do'kon ochsak. Nima deysiz? U bitta do'kon bor ekan. Yana mebel do'kon endi ochilyapti. Men shu do'konlarni ochsam nima bo'lar ekan? O'rtoqlar, men fermerlikda ishlamasmidim. Yengil ishda ishlardim. Qani chiqaylikchi bir. Shu do'kondan so'rab ko'rish kerak, valla so'ragan bo'lamiz. Ana do'konlar sotiladimi bu yerdagi bo'sh joylar deb so'rardik. Agar do'kon ochaverardik. Assalomu alaykum aka, ana bu yerda do'konlar ochiladi, to'g'rimi? Har bir kishiga sotiladimi bu yerdagi do'konlar? Ha, sotiladi, nima edi? Endi do'kon olmoqchiman-da. Yo'q, hozir kelmaysiz, buni keyin kelasiz. Do'kon sotiladimi o'rtoq nihoyat? Ha, sotilyapti-da, nima deysan endi? Keyin kelasiz, hozir bitgan yo'q. Ha, xo'p. Ana o'rtoqlar, tayyor sotilar ekan do'kon ham. Endi men bitta shundan nima do'kon olsam, shu yerda bo'ldi keyin o'rtoqlar, tayyor do'konda ishlayman. Na fermer umuman qilmayman. Zerikib ketdim. O'rtoqlar, video shu joyda tugadi. Nimagaki video cho'zilib ketyapti-da o'rtoqlar. Qamlanglar. Gapim aylanmay qolyapti, nima deyishim. Qamlanglar. Rahmat chekkacha video tomosha qilganlaring uchun. Videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin, o'rtoqlar. Hammaga xayr, o'rtoqlar. Bye.